Eng asosiy masala bu yosh oilani baxtli, saodatli bo'lishi. O'zbek millatining asosiy marosimlari bu to'y marosimlari, oilaviy marosimlar. An'analarda milliy qadriyatlarni o'zida aks etib mujassamlashtirib keladi, lekin oxirgi vaqtda xalqimiz tomonidan biroz haddan oshish kuzatilayotganida mana respublikamiz bo'ylab maromiylik dasturi ishlab chiqildi va hamma joyda bo'lgani kabi Qo'shtepa tumanida ham biz mahallalarda, ko'cha-ko'ylarda yurib uni targ'ibotini mana shu 5 ta tashkilot hamkorlikda olib bordik va bugun mana shu olib borgan targ'ibotlar o'z natijasini beryapti. Bugun Qo'shtepa tumanida mana Qiqi mahallasida ixchamlashtirilgan to'y bo'lyapti. Eng asosiy masala bu yosh oilani baxtli, saodatli bo'lishi.